Assalomu alaykum. Meni murojaatim prezidentimizga, tepadagi qonun chiqargan amaldorlarga gapim. Men Janubiy Koreyada shartnoma asosida 10 yildan oshiq ishladim. Shu 3 oy oldin keldim. 3 oy oldin kelishimdan oldin nomimda minib yurgan mashina bor edi. Shu minib yurgan mashinamni sotdim. Shu sotishda ishxonadagi sherigimga nomiga rasmiylashtirib o'tkazib berish uchun 3000 won to'lov qildik. 3000 wonni bizni so'mga taqqoslaganda 35000 so'mga to'g'ri keladi. Bu hozirgi chiqarib turgan qonunlar xalqqa o'ta jabr bo'lib ketyapti. Men ham O'zbekiston fuqarosi sifatida o'zimni erkin fikrimni bildirib aytib qo'yish joiz deb bildim. Tepadagi amaldor rahbarlarga Alloh taolo qalbiga xalqqa nisbatan yumshoqlik solsin. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.